Assalomu alaykum hurmatli forum ishtirokchilari, aziz yosh soliqchilar. Sizlarni jahon tamadduni, ilm-fan va ma'rifat taraqqiyotida alohida o'rin tutgan Samarqand shahridagi yosh soliqchi 2026 forumining ochilish munosabati bilan qutlayman. Bu forumda biz yangi bilim va tajribalar olish, o'zaro fikr almashish va albatta bir-birimizdan o'rganish imkoniyatlariga ega bo'lamiz. Siz tomoningizdan bizga bildirilayotgan ishonch va yaratib berayotgan imkoniyatlar uchun samimiy rahmat aytaman. Shu narsani so'rab qolamanki, davlat manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ydi. Ikkinchi o'ringa davlat manfaatlarini, uchinchi o'ringa davlat manfaatlarini qo'ydi. O'zlaringiz ustidan ko'p ishlanglar. Sizlarga bitta nasihatim bu: tez boyish fikridan ketinglar. Bu soliq shunday sistemaki, siz qayerda yursangiz siz bilan maroqli yuradi. Shuning uchun o'zlaringizni uzoqda o'ylab ishlanglar. Katta rahmat.